Sizlarga haqiqiy zombilarni ko'rsataman, qaranglar. Nasha chakib olib oqib qolgan. Mana bu o'rnidan tura olmayapti. Qanaqa turish endi bu? Videolarda ko'rardim-da, ishonmasdim. Mana o'zim ko'zim bilan ko'rib, hayron qoldim bora. Kallasini ko'tara olmayapti-ku bu. Bu mashinaga borib egilib yurargan. Qanaqa hayot bu, qaranglar. Tavba qildim, astag'firulloh. Sveji chakishyapti. Hozir bular ham oqib qoladi. Burada burchaga tiqilib qo'yganlar bor. Короче, bunaqa mini marketli bo'ladi. Oziq-ovqat mashina ichida polni nashalarni sotishar ekan bor. Mana qaranglar. Nimadirlarni talash. Ko'chada bor narsani ham yeb ketishar ekanda. Mana birad nima qilyaptilar? Karatis bilan. Короче, oynani ocha olmaymiz. Demasanglar, ko'chadan borib shundoq nashani hidi shundoq kiryapti-yu. Odam mazasini qochirib qo'yapti. Faqat nashani hidi boshqa. Ha, boshqa shittir hidlar bo'yapti, bor. Oqib qolishgan. Hozir bitta tushib sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana qaranglar. Amerikada, Filadelfiyadamiz. Ko'rasizlar ahvolini. Odam qo'rqyapti bor bulardan, tashlab qolishi mumkin. O'chirib qo'yaymi? Biz achkidi syomka qonimizni to'g'risi bor. Ana qochishga nastab turman, nimaga? Mashinaga toshlar tashlab, sinib tashlashar ekan bor. Endi narkotik moddani qanaqa sotib oladi desanglar, mashinalarni o'g'irlashar ekan, oynalarni sindirib, ichidan kashulok-pashuloklarni olib, arzimagan pulga